Obbo maklerlar, nima balo qilib tashyapti narxni omina. Qaranglar, eng arzon narxlarda bitta ikki xonali uyimiz ulучшенка planirovkaliga chiqib qoldi. Men yetib keldim. Mana bu kiraverish eshigi. Bu yoqqa o'tganimizda esa mana bu spalniy xonasi bor. Top-toza holatda. Unaqa расходingiz ham yo'q, oyna-foynalari akfa, faqat eshiklarni sal to'g'rilarsiz bo'ldi. Bu yoqimizda mana hojatxonasi bor-da, uzr. Endi to'g'riga o'taveramiz. Bu yoqimizda zal, bu yoqqa keyin kiraveramiz. Bu yoqimizga o'tganimizda qaranglar, mana Mehmet sanuzil bo'lyapti. Umumiy maydoni 58 kvadrat metrda tashkil qiladi. Tartsoy emas, zax bo'lmaydi. Bu yoq mana oshxonasi. Ko'ryapsizlarmi oshxonalari? Endi esa balkonga o'tamiz. Balkoni 2 ga 6 lik. Bemalol bu 2 xona uydan 3 xona sifatida ham foydalanishingiz mumkin. Tapchanlar o'sha qilib qo'yilgan. Endi esa sekin zalga bolaveramiz. Yana qo'shimcha ma'lumot sifatida manzilga keladigan bo'lsa, Yangi Hayot tumani Do'stlik 1da joylashgan, tartsoy bo'lmagan 2 xonali uyimiz. Mana bu zali. Mana shu videoga like bosib, bemalol 2 xona uy qidirayotgan tanishligiga jo'natib qo'ysanglar bo'ladi, uyalmasdan, chunki narxiga keladigan bo'lsa, $46,500 so'ralyapti. Unaqa narx hozirgi kunda yo'q. Eng arzonni uy topasiz. Podpisatsiya qilib, like bosib, tanishligiga jo'natib qo'yinglar. E'tiborchi rahmat.